Rahmat oyijon, sizni yaxshi ko'raman. Men o'zim pedagoglar oilasida katta bo'lganman. Ba'zi paytlarda ota-onalardan tanbeh eshitganimda, nimaga bu sohani tanlagan ekanman degan kunlarim ham bo'lgan. 6 gacha shu bolalar bilan kun davomida ishlab, ona bolada, hattoki men bilgan narsalarni ota-onasi ham bilmaydi. Men ularga aytib bersam, ular hayron bo'lib kulishadi. Bitta qizim bilan shug'ullanayotgan vaqtimizda uyda ham ozgina shug'ullansang, qo'llaring yaxshi kelishib qoladi. Uyda ham shug'ullangin desam, yo'q, uyda shug'ullana olmayman, faqat siz bilan shug'ullanaman. Uyda adamlar oyimga ko'p ish buyuradi. Menga vaqtlari qolmaydi. O'shaning uchun faqat siz bilan shug'ullanaman deganda kulib yorib, lekin xursand bo'ldim. O'zi hamma bolalarimni yaxshi ko'raman, lekin bitta Salima degan qizimiz bo'lardi. 2 yil bo'ldi bitirib ketganiga. Mana yaqinda murabbiylar kunida uyimgacha keldi-da, ota-onasini qo'ymay olib keldi. Biz unda hazillashib Salima otindirdik, ertalab kelardi, mendan oldin kelib, shunaqa o'rgatgandik, eshikni ochib, gullaga suv quyib, bolalarim kutib turardi men kelgunimcha-da. Keyin kelganimda, mana men bu ishlarni qildim deb hammasini ko'rsatardi. Keyin shuni kulib, yaqinda oyisi bilan ham esladik-da, maktabda ham xuddi shunaqa a'lochi, shu siz paytingizda qanaqa bo'lsa, hozir ham shunaqa deb kulib esladik shu voqealarni. Bolalarim ko'p kasal bo'lganda, turmush o'rtog'im ishlamaysan, kerak emas, bolalarga qaragin. Birovlar bolalarga qarab yuribsan, o'zing bolalaring qolib ketyapti deb urishgan vaqtlarida ham qaynonamlar juda meni qo'llab-quvvatlab, bolalarni olib qolib, o'zlari dorilarini ichirib, siz faqat o'rta maxsus bo'lib qolib ketmang, o'zingiz ustingizda ishlang deb meni qo'llab-quvvatladilar. Qaynonamlar sharofatlari bilan oliy ta'limga ham topshirdim. Hozirgi kunda 2-kursda o'qiyman. Meni hayotimda har doim qiyin vaziyatlarda qaynonamlar qo'llab-quvvatlaydilar. Xo'jayinimlarning jahllari chiqqanda ham oyijon ularni bosib, vaziyatdan chiqib ketamiz. Rahmat oyijon, sizni yaxshi ko'raman.